Hali ko'pgina kazo-kazolarni ham uyda yo'q, xolodilnikdan ko'rsating. Shunaqa akkuratniy dizaynda bo'ladi. Mramor teksturasi berilgan. Past taraflarini qaranglar, rangini boshqacha, bir-biriga o'xshamas qilib ishlangan. Qorasi вообще o'zgacha ko'rinadi. Oq rangi ham oq mramor bo'lib turadi. Shunaqa joylari полностью sensorli, tabloli, ichlari katta qilingan, ham oq rangda emas, полностью seri rangda. Orqa tarafi metal cooling qilingan, no frost sistemida ishlaydi. Ham bu yerda 3 xil gradus bera olasizlar. Shu yerda ko'rsatib qo'ygan 5 gradusdan 0 gradusgacha. Ya'ni bu polkasi chap tarafdagi polka 5 gradusda, o'ng tarafdagi polka 0 gradusda ishlaydi. Общий xolodilnikning gradusini shu yerdan belgilasanglar bo'ladi. LED lampasi bo'lsa katta qilib ishlangan, hamma joy yoritishga mo'ljallangan. Undan tashqari yana bitta дополнительный polkasi ham bor. Past tarafida bo'lsa 6 ta polkali bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Polkalari ham katta qilib ishlangan, bo'ylari baland, motorlari inverter qilingan, ruchkalariga ham отдельный tekstura berilgan. Xuddi polirovniy nержавейкаga o'xshab turadi. Bunaqa xolodilnikni o'rtacha 1,5 ming, 2 ming, 3 ming dollargacha ham sotilgan. Men sizlarga bu необычный modelni bor yo'g'i $699 qilib beraman.